Salom. Ushbu qisqa videoda sizga ADS Consultancy saytiga invoice va boshqa kompaniya hujjatlarini qanday qilib to'g'ri yuklashni ko'rsatamiz. Hisobingizga kirgandan so'ng kompaniyalar bo'limiga o'ting. Keyin kompaniya nomingiz yonidagi hisob fakturalar bo'limini oching. Yuqori qismda quyidagi papkalarni ko'rasiz. Chegirma, sotuv bo'yicha kredit xabarnomasi, sotib olish kredit xabarnomasi, bank hisoboti, boshqa. Har qanday hujjatni yuklashdan oldin avval to'g'ri papkani tanlashingiz kerak. Papkani tanlaganingizda u boshqa rang bilan ajralib turadi. Bu hujjat qayerga yuklanishini aniq ko'rishga yordam beradi. To'g'ri papkani quyidagicha tanlang. Agar siz mijozga invoice yuborgan bo'lsangiz, chegirmani tanlang. Agar mijozga qaytarim qilayotgan bo'lsangiz, sotuv bo'yicha kredit xabarnomasini tanlang. Yoqilg'i, ijara, telefon, internet, elektr energiyasi, materiallar va shunga o'xshash barcha xarajatlar sotib olish bo'limiga yuklanadi. Agar biror narsa sotib olib keyin qaytargan bo'lsangiz, sotib olish kredit xabarnomasini tanlang. Barcha bank statementlar bank hisoboti bo'limiga yuklanishi kerak. Boshqa papkasi invoice bo'lmagan barcha hujjatlar uchun ishlatiladi. Direktorning qarz muhim ichki hujjatlar, noodatiy moliyaviy tranzaksiyalar. Masalan, agar direktor sifatida kompaniya hisobiga pul o'tkazsangiz, hujjatda direktorning qarz deb yozing va uni boshqa bo'limiga yuklang. To'g'ri papkani tanlaganingizdan so'ng, invoice yuklashdan oldin kerakli maydonlarni to'ldiring. Faktura sanasi, invoice berilgan sanani kiriting. Yetkazib beruvchi, quyidagini ko'rsating. Invoice kimga yuborilganini, sales uchun, yoki invoice sizga kim tomonidan yuborilganini, purchases uchun. Keyin VAT siz sofni kiriting. Shundan so'ng umumiy QQS ni yozing. Agar invoice-da bir nechta VAT stavkasi bo'lsa, ularni alohida bo'lish shart emas. Umumiy VAT summasini kiritsangiz kifoya. Net va VAT qiymatlarini kiritganingizdan so'ng, tizim avtomatik ravishda jamini hisoblaydi. Barcha ma'lumotlarni to'ldirgandan so'ng, yuklash tugmasini bosing va faylni telefon yoki kompyuteringizdan tanlang. Fayllar istalgan formatda bo'lishi mumkin. PDF, foto, sken, Excel hammasi qabul qilinadi. Yagona talab hujjat aniq va o'qiladigan bo'lishi kerak. Mana shunday. Endi siz ADS Consultancy platformasiga invoice va boshqa hujjatlarni qanday qilib to'g'ri yuklashni bilasiz.